Azizlar, pakanada mana bir xil tushgan 5 ta xo'jalik. 3.6, 3 sotik, 4 sotikka yaqin. Kelganda bitta mashina bemalol. Orqa tomonda ham xuddi shunaqa qilib qurilyapti, yangi mahalla bo'lib. Gaz, svet, suv ham yo'q kirgan uyga. Korobka holatda ekansizlar. Bitta kladovka. Bitta hojatxona. Ba'da endi chiroyli bir qozon o'choqlar qilib olsa, mehmon kelganda bemalol maytda o'tirib, mehmon kuzataveradi. Aynalar hammasi akva, eshik akva. Montajlar bo'lgan ekan. Oppoq qilib qo'yishibdi devorlarni. Bismillah. Kirganda hol qismi normal, keyin katta. Lestnitsani tagini kladovka qilib olsa bo'ladi. Ya bo'lmasa ham gaz bor ekan, nimadir qilsa bo'ladi o'rmonda. Kirganda bitta katta zal bor. Polni pishirishda bitgan. Ba'da yana bitta xona. Ba'da yana bitta xona. Tepaga chiqqanda tepa gipsokarbon bo'libdi. Hozir bitta xona ichida sanozili bilan ekan. Pol qopdi. Ya boy. Ba'da yana bitta sanozil mana. 3 ta sanozil bo'ldi. Ba'da yana bitta xona. O'sha 6 xona ekan, oshxonadan tashqari 6 xonasi bor ekan, polni pishirish. Ikkinchi etash patologiya polni bo'libdi, gipsokardon qilib qo'yishibdi, pol, ataplinasi qolibdi, aboylar yopishtirib, xudo xolasa eshiklar qo'ysa. Yangi mahalla bo'lyapti, baklar orqa tomonga ham odamlar orqa tomon